Assalomu alaykum, YouTube ahli, assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana xudo xolasa bu tomonni ham ikkinchi qatorlarni tugatib oldik. Ishimizni yengillatib, endiroqda bo'sha videoga olyapman. Manaki burchaklari, qirralari Xudo uchinchi qatorni ham video qilaman. Xudo xolasa qo'yib boraman. Qo'rg'on devorimiz ham 4-3 qatorlari bo'lib qolgan. Zabori katta ob'yom molxona deb oldingi videoda aytgan edim. Bu shu molxonani oldi taraf qismi. Tekisliklari bu ham uzun bitta xona, 8 metrlik ferma bo'lyapti bu endi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib urib beramiz. Mana tep-tekis atviska olinib, tortilib, polnista kesiladi. Har qatorida burchaklariga, o'g'illariga atvis tashlanadi. Xudo xolasa mana 4-qatori endi kesiladi. Bu tomonlarni Xudo xolasa hali 1-2 kunda boshlaymiz. Xudo xolasa video qo'yib boraman. Ishlarimizni ko'rib baho beringizlar. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz hamisha. Ob'yom o'ta katta ob'yom. O'rtishkalar. Ustalar qirqyapti. Atvis tashlanib, atvis ustani qo'lida. Ip tortilib, yonlari kesiladi, tekislanadi. Sifatli, hamyonbop, ham qishda issiq, yozda salqin, pishiq bo'ladi. Qishdan penoblok, gazoblokdan har doimgidek aytganimdek arzon tushadi. Paxsani bilgan biladi, hisoblab ko'rib hisob kitobini qilsa chiqadi. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, avisanaga nomer qoldiramiz. Telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz hamisha. Faqat ob'yom katta ob'yom olamiz.